Mening qabulimga kelgan bemorlarning 10 tasidan 7 tasida qon bosimi shikoyati bor. Nima sababdan bu omil juda ham kengayib ketdi yoki bu kasallik yoshlarda ham uchramoqda? Buning sababi atrof muhit shunchalik yomonmi yoki bu irsiyat bilan bog'liqmi? Hozir qon bosimining oddiy haqiqatlari haqida gaplashamiz. Qon bosimi qayerdan paydo bo'ladi? Yurak qon tomir tizimida yurak nasos vazifasini bajaradi. Ya'ni bizning tanamizdagi 5 litr qonni butun tana bo'ylab sirkulyatsiyasini ta'minlaydi. Mana shu qon tomirlaridagi bosim bizning qon bosimimizni belgilaydi. Nima sababdan hozirgi kunda yoshlarda ham kattalarda ham qon bosimi ko'paymoqda? Chunki noto'g'ri ovqatlanish, kam harakatlilik va stressning ortib borganligi yurak qon tomir faoliyatini izdan chiqishiga sabab bo'lmoqda. Nega qon bosimi hozirgi kunda yoshlar orasida ham uchramoqda? Avvallari 50-60 yoshdan oshgan insonlarda qon bosimining kuzatilishi normal holat edi. Hozirgi kunda 20 yoshli insonlar ham qon bosimi bilan shikoyat qilmoqda. Sabab hozirgi kunda aholi orasida stressning ko'payganligi, kam harakatlilik va yog'li ovqatlar iste'molining me'yoridan ortganligi, achchiq, sho'r, tuzli ovqatlarni ko'p iste'mol qilayotganligimiz va bu narsani organizmda to'planib organlar faoliyatini izdan chiqishiga sabab bo'layotganligidir. Bundan tashqari, gadjetlarning hayotimizga kirib kelishi, ya'ni telefonlarning me'yoridan ortiq ishlatilishi asab tizimiga qitiqlovchi va qo'zg'atuvchi, stress chaqiruvchi bo'lib qolyapti va buni oqibatida bizning tanamizdagi qon tomirlarida hujayralarda toliqish va kislorod yetishmovchiligi degan muammo paydo bo'lmoqda. Qon bosimining nasldan naslga o'tishi. Ko'pchilikda aytiladi, meni zotimda bor qon bosimi deyiladi, lekin bu narsa aslida 30% ni belgilaydi xolos. Qolgan 70% holatda bizning noto'g'ri hayot tarzimiz hisobiga qon bosimi paydo bo'ladi. Ya'ni agar siz noto'g'ri ovqatlansangiz, kam harakat bo'lsangiz, stresslar sizning hayotingizda ko'p bo'lsa, telefonni me'yoridan ortiq foydalansangiz, naslingizda bo'lmasa ham sizda qon bosimi paydo bo'lishiga sabablar kelib chiqadi. Va buni hisobiga sizda yurak qon tomir kasalliklari va davleniya muammosiga yo'liqasiz. Xo'sh, bu muammodan qanday qutulish mumkin? Yurak qon tomir faoliyatini qanday yaxshilash mumkin? Qon bosimining tabiiy va samarador yechimini aytaman. Ming yillardan beri Ibn Sino bobomiz kitoblarida yozib qoldirilgan tabiiy yechim. Tog' sumbulidan tayyorlangan sumbul shifo balzami. Ko'rib turganingizdek ikki xil ko'rinishda. Bu yurak qon tomirlarini tozalaydi, asablarni tinchlantiradi. Yuraklarda kislorod yetishmovchiligini yo'qotib, organizmda immunitetni ko'taruvchi va qon ko'paytiruvchi ta'sirlar ko'rsatadi. Bu orqali sizning organizmingizda to'planib qolgan turli xil qon tomirlar devoridagi shlaklarni yo'qotish, tromblarni eritish va organizmdagi ichki shamollashlarni yo'qotishda juda ham samarador hisoblanadi. Asablarni tinchlantirish orqali yurakda paydo bo'lgan taxikardiya, aritmiya, blokada kabi muammolarga juda chiroyli yechim bo'ladi.